Assalomu alaykum mehrlilarim, barchangizga mohir Ramazon muborak bo'lsin. Iftor paytiga chiroyli mana shunday oshqovoqli nonlarni tayyorlab ko'rsataman. Iftorlik paytida mazza qilib iste'mol qilasiz. O'zbek qaynona TV kanaliga xush kelibsiz. Ishimizni Bismillahirrohmanirrohim kalimasi bilan boshlab 5-6 dona oshqovoq bo'laklarini va 2 dona piyozni qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Albatta, oshqovoqni qirg'ichdan o'tkazish shart, shunda mayingina bo'lib chiqadi. Piyozni esa mayin qilib to'g'rab yuborsangiz ham bo'ladi. To'g'ralgan massamizni ustidan bir osh qoshiqda smetana solamiz va xuddi shunday qilib sariyog', magazin sariyog'i ham bo'ladi. Juda bo'lmasa margarin bo'lishi ham mumkin va menda mana shunday somsalar, qatlama patirlar uchun ishlatiladigan omoxta yog' bor edi, ya'ni charvi yog'ini eritilgani, uni ham soldim. Tuz solamiz va achchiqqina qalampir solamiz. Ozginagina dro'ja ham solib yuboramiz. Dro'ja xamirimizni oshib chiqishligi uchun emas, salgina effekt beradi. Agar dro'ja solinmasa, nonimiz juda ham qattiq bo'lib qolishi mumkin. Sut solamiz, bir piyoladan salgina ko'proq. Agar oshqovoqlaringiz salgina mazasi kamroq bo'lsa, bir osh qoshiqda shakar ham solib yuboring. Men shakar soldim, hammasini yaxshilab aralashtiramiz va unimizni elakdan o'tkazib olamiz. Unimizni miqdori 700-800 gram, 1 kiloga yetmaydi. Endi tayyorlab olgan massamizni unni ustiga olamiz va mana shunday qilib yaxshilab xamir tayyorlab olamiz qo'limiz yordamida. Bolaligimizda xuddi shunday qovoqli nonlarni tandirlarga yopib bergan buvijonlarimiz nonlarini yeb katta bo'lganmiz. Mana endi esa bizda hozir tandir yo'qligi sabab duxovkada pishirib ko'rsataman. Juda ham mazali bo'ladi. Xamirimizni ozginagina yog'lab yuborsak, oddiygina o'simlik yog'idan solib, qo'limizga yopishmaydi, chunki bu juda ham yumshoqqina xamir. Ushbu nonlarimizni ko'rib siz ham iftor paytiga tayyorlab ko'rasiz va uyingizdagi barcha yoshi qarilarni xursand qilasiz degan umiddaman. Xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi 2 bo'lakka bo'lamiz. Kattagina qilib bitta yasab olsangiz ham bo'ladi. Unda salgina pisochniy bo'lib chiqmasdan qolishi mumkin. Mana shunday 2 bo'lakka bo'lib yoyib olsangiz juda ham mazali pisochniy bo'lib og'izda erib ketadigan bo'lib chiqadi. Agar kattaroq qilib yasasangiz, noningiz yumshoq holatda, ya'ni o'zimizni oddiy nonlardan bo'lib qolishi mumkin. Endi duxovka listlarimizni tayyorlab olamiz. Xuddi shunday pergament qog'ozlardan foydalanaman. Ozginagina tagini yog'lab olsangiz, xamiringiz mana shu listning ustida osongina yoyiladi. Yoyish uchun juvani keragi yo'q. Bizga qo'limiz yordamida yaxshilab chetlarini, o'rtalarini bir xil razmerda chiroyli qilib yoyib olamiz. Mana bir zuvala xamirimizni xuddi shu listni kattaligida qilib yoyib oldim. Endi bunga chakich urib chiqamiz. Albatta chakib olish kerak. Ushbu retseptni tayyorlash uchun juda ham uzoq vaqt kerak emas. Mana ko'rib turibsiz, darrogina tayyor bo'ladi. Xamirimizni oshib chiqishini ham kutmaymiz. Shu holatda yoyib darrov pishirib olsak bo'laveradi. Endi esa ustiga tuxum surtdim, chunki tuxum chiroyli qilib qizartirib beradi. Qovoqli nonimizni 200 darajada 20-25 minut davomida pishirib olamiz. Ustiga kunjut sepishingiz o'zingizni xohishingiz, xohlasangiz sepmasdan shu holatda pishirsangiz ham bo'ladi.
Siz hozir O'zbek Qaynona TV kanali bilan birgasiz. Bizning kanalda eng oson va eng oddiygina retseptlar taqdim etiladi. Barchangiz kanalimizda biz bilan birga bo'lganingiz uchun minnatdorman. Nonlarimiz hammana tayyor bo'ldi. 20-25 daqiqada. Nonlarimiz juda ham ajoyib, og'izda erib ketadigan bo'lib chiqadi. Siz ham albatta iftorlik dasturxoniga tayyorlab ko'rasiz va oila a'zolaringizni xushnud etasiz va Ramazon oyida ulkan duolarga sazovor bo'lasiz. Barchangizga rahmat. Ko'rishguncha mehribon Allohimga omonat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Sizlar uchun juda ham ajoyib retseptlar hali oldinda. Ramazonda tayyorlagan taomlaringiz ibodatingizga quvvat bo'lsin. Hammaga rahmat.